Telegramda siz bilmagan ajoyib funksiya, buni hozir o'rganamiz. Buning uchun liboy bitta chatga kirib olamiz yoki bo'lmasa yig'ib olmoqchi bo'lgan odamingizni lichkasiga kirib olamiz. Men hozir birindan ko'rsatib beraman sizlarga. Kirib olib bu yerdan kuchukcha deymiz. Ming deb ming xuddi mana shunaqa qilib bot deymiz. Onaqa har xil rasmlar chiqadi. Keyin orasini bitta ochamizda xohlagan o'zimizni nimamizni yozmoqchi bo'lgan xabarimizni yozamiz. Masalan, BubbleNet deymiz. BubbleNet deymiz. Mana shu stikerlar hammasiga BubbleNet degan yozuvni yozib berdi. Bu yerda yana qo'shimcha qilsak bo'ladi. BubbleNet qandaysan? Bitta uni bosib turib jo'nataveramiz. Onlayn tarzda.